Prezident tadbirkorlarni suyuntiradigan farmonni imzoladi. Assalomu alaykum, siz Oper.uz kanaldasiz. Dunyodagi va O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib olishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshlaymiz. Bugun 29-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlarni yaratish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar beradi. Qayd etilishicha, farmon kichik biznes subyektlari uchun soliq rejimini yanada qulaylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini soddalashtirish orqali aylanmadan ochiqlash va biznesni o'sishini rag'batlantirish maqsadida imzolangan.